Muqaddas onsizliklar, muqaddas yo'l, nurga to'la yo'l. Buyukligingizni yodga olish vaqti keldi. Va har bir eshik, har bir o'lcham, har bir nur yo'li siz uchun ochiq. Avvaldan bilganingiz kabi, eng boshidan bilganingiz kabi, har bir daqiqa darajasida 10-iyul buyukligini yodga ol 2 kursidan har birisi qizimiz. Bu kursimizni birinchi qismini o'qigan bo'lsangizda, o'qimagan bo'lsangizda, u hech o'rni yo'q. Bu kursimiz bir-biriga bog'liq bo'lmagan va shu onda bog'liq bo'lgan kurs. Buyukligimizni esimizdan chiqarib qo'yganimiz, uni rad etganimiz, unga bo'lgan ishonchsizligimiz, har bir vaziyatda qulog'imizda baralla eslatmayaptimi? Buyukligimizni esimizdan chiqarganimiz, buyukligimizni rad etganimiz, har bir onda, ishimizda, oilamizda, har sohada, sog'lig'imizda, o'zimizga nazarimizda, qulog'imizda baralla eslatmayaptimi? Buyukligini yodga ol. Nima uchun shu qadar muhim? Nima uchun shu qadar aziz va bebaho? Chunki biz doim buyuk bo'lganmiz. Doim oltin taxtimiz bo'lgan, tojimiz bo'lgan. U qalbimizni eng yuqori oltinozligingiz toji. Uni rad etib, undan voz kechib, uni ko'mib, yashashda davom etish, harakat qilish, nimalardir yaratishga harakat qilish. Chirib ketayotgan fundamentda hech iloji yo'q. Har bir eshik ochiq, 10-iyulda har birizni kutib olaman. Har bir o'lchamda abadiy tark etamiz. Tark etamiz. Rohatlana bilish. Hayotda har bir vaziyatga rohatlik ongida qarash. Nazorat ongi. Har bir vaziyatda o'zingizni doimiy nazoratda tutish, har bir gapingizni, so'zingizni, oilangizni, farzandlaringizni, ishingizni bu ongi butunlay tark etasiz va butunlay ishonch ongiga o'tasiz. Nazorat sarobi, og'riq, alam, doimiy ayblar. Buni butunlay oxirigacha tark etamiz, abadiy tark etamiz. Konfliktdan qo'rqing. Ixtiyoriy konfliktdan boshqa vaziyat yarata bilmaslik. Erkinsizlik. Bularni har birini abadiy tark etamiz. Va nihoyat o'zingiz namoyon qila olishingiz erkin. Siz xohlaganingiz kabi. Asillikda, eng asl namoyonligingizda. Bu kursimiz MRS, epilepsiya vaziyatlari, dunyoda yechimi yo'q deb o'ylangan vaziyatlarga qaratilgan aslida. Va buni yechimi bor.
Lekin sizda MRS yoki epilepsiya vaziyati bo'lmasa ham buyukligingizni yodga olish, o'lchamiga, dunyosiga, shahriga taklif qilaman. Shu asosda hayotingizni yangi nazarda qarab qo'ying. Chunki bu kundan keyin eski hayot, eski nazar, bular hammasi abadiy ortda qoladi. 10-yil buyukligingni yodga ol. Buyuk taxt yo'lingizga, buyuk taxtingizga, tojingizga, o'zingiz dunyoyingizga xush kelibsiz. Kutaman. Jannat onaning Sapfiriya Yo'ldosh.